Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz gerontopsixologiya. Gerontopsixologiya aynan mm, mana shu psixologiya fanining bir yo'nalishi hisoblanadi. Gerontopsixologiya fani bo'yicha bugungi rejalarimiz gerontopsixologiya fanining asoslari, keksayishning biologik va kognitiv o'zgarishlari, qarilik davrining psixologik inqirozlari va tiplari, patologik qarish va psixologik yordam. Shu rejalar asosida bugungi mashg'ulotimizni tashkil qilamiz. Gerontopsixologiya yunoncha so'zdan olingan bo'lib, geron keksa, qariya, logos bilim, ta'limot, insonning qarishi biologik, ijtimoiy, psixologik jihatdan mana shu qarish jarayonini, keksayish jarayonini o'rganuvchi alohida bir ta'limot hisoblanadi. Gerontopsixologiya keksalik davrida umumiy fiziologik jarayon bo'lgan qarish bilan insonning psixologik holati o'rtasidagi bog'liqlik xususiyatini o'rganadigan fan hisoblanadi. Gerontopsixologiya bo'yicha tushunchalar tahlilini ko'rib chiqamiz. Tushunchalarga ko'ra, taraqqiyot psixologiyasi, uning mazmuni inson psixikasining yosh jihatdan taraqqiyoti, psixik jarayonlar hamda inson shaxsi hislatlarini antigenezini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Psixogerontologiya bu uning tushunchaning tahlili, keksalik davrining psixologik xususiyatlarini o'rganuvchi taraqqiyot psixologiyasi bo'limi hisoblanadi. Yosh inqirozlar o'ziga xos, uncha uzoqqa cho'zilmaydigan antigenez davrlari bo'lib, bu davrda keskin psixik o'zgarishlar vujudga keladi. Yetakchi faoliyat muayyan yosh davrida psixik jarayonlar va xususiyatlar jadal rivojlanishi ko'rsatiladi. Aynan donishmandlik tushunchasiga alohida talqin berib o'tilgan, hayotning amaliy tomoniga yo'naltirilgan hamda asosli xulosalar chiqarish, hayotiy muhim masalalar bo'yicha foydali maslahatlar berish imkonini beruvchi bilimlar tizimi bu donishmandlik deb nomlanadi. Gerontopsixologiyaning aynan 20 asrda biz 20 asrning ikkinchi yarmida deylik, alohida soha sifatida, alohida fan sifatida yuzaga kelib borishni ko'rishimiz mumkin. Uning asoschisi Pol hisoblanadi. Gerontopsixologiya bu keksayish, keksalik, uzoq umr ko'ruvchilar kabi bo'limlarga bo'lib o'rganiladi. Psixogerontologiya yoki gerontopsixologiya deb talqin qilinadi. Aynan psixogerontologiyada Bernsayt shunday alohida davrlarni to'rga ajratib ko'rsatadi. Birinchi davr 60-69 yosh oralig'i, ikkinchi davr 70-79 yosh oralig'i, uchinchi davr 80-89 yosh oralig'i, to'rtinchi davr 90-99 yosh oralig'i bilan davrlarga ajratib ko'rsatiladi. Ushbu yosh davrining eng muhim xususiyati qarish jarayoni bo'lib, muayyan yosh o'zgarishlari bilan xarakterlanadi. Bu o'zgarishlar organizm faoliyatining zaiflashuvi bilan va shu qatorda umumiy energiya zaxirasining kamayishi, qon tomir tizimi va immun tizim faoliyatini yomonlashuvi, organizmning aynan suyuqlik miqdori kamayishi bilan bo'g'inlarda qotib qolishlarni kuzatilishi bilan o'zgarishlar izohlanadi. Ushbu yosh davrda eng muhim xususiyatlar sifatida muayyan xarakterlaydigan tushunchalar shulardan iborat. Keksalik davrida bilish jarayonlari faoliyati avvalgidek yosh davri yoki deylik yetuklik davri kabi bo'lmaydi. Keksalik yosh davrida aynan bilish faoliyati pasayishi kuzatiladi. Bevosita, bavosita sabablarga bog'liq holatda
Aynan mana shu holatlar kuzatilib boriladi. Miyaning kasallanishi, Alsgeymer kasalligi, miya qon tomirlarining zararlanishi ma'lum bir bevosita sabablar bilan bog'langan holatda kuzatiladi. Aynan bilish jarayonlarining pasayishi shu bilan bir qatorda salomatlikning umumiy yomonlashuvi, ma'lumotlarning past darajada qabul qilinishi, bilish faoliyatiga nisbatan motivatsiyaning mavjud emasligi bilan bevosita sabablarga ko'ra pasayib borishini kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Gerontopsixologiya, psixogerontologiya va keksayish yosh davrining shartli ravishda guruhlari ikki turga bo'linadi. Birinchisi, mutlaqo iste'foga chiqqan, ijtimoiy faol bo'lmagan erkak va ayollar. Ikkinchisi, nafaqaga chiqqan, lekin ijtimoiy hayotning u yoki bu jabhalarida o'z faoliyatini ko'rsatayotgan erkak va ayollarga, mana shu kabi guruhlarga bo'linishadi. Keksayish davrida jismoniy zaiflashuv psixik jarayonlarning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bulardan ko'rish o'tkirligining pasayishi bu fiziologik xususiyat va undan tashqari eshitishning zaiflashuvi, shu bilan birga ta'm bilish va hid bilish sezgisi, shuningdek og'riq sezgilarining kuchsizlanishi, reaksiya tezligining esa sekinlashuvini aynan keksalik davridagi jismoniy zaiflashuv sifatida ko'rib o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Keksalik yosh davri o'z ichiga 75 yoshdan 90 yoshgacha yoshdagi shaxslarni qamrab oladi. Sezgi organlari aynan keksalik yosh davrida zaiflashishini kuzatishimiz mumkin. Asab tizimini, asab sistemasini kuchsizlanishini kuzatishimiz mumkin va bundan tashqari endi keksalik yosh davridagi shaxslar ma'lumotlarni qabul qilishda xotira, aynan uni qayta ishlash, mohiyatini anglash, tafakkur va u yoki bu holatlarni nigohida to'plash, unda muayyan muddat tutib turish, diqqat qiyinlashishini kuzatishimiz mumkin hisoblanadi keksalik yosh davrida. Grekovning fikricha, keksalikda xotira jarayoni xususiyatlarini o'rganib, quyidagilarga ajratadi. 70-80 yoshdagi keksalarda xotira, ayniqsa mexanik esda olib qolish zaiflashuvi kuzatiladi. 70-89 yoshlarda mantiqiy, ma'noli xotira miqdorining ahamiyati saqlanib qolinadi. Obrazli xotira esa zaiflashadi. 70-89 yoshlarda uzoq muddatli xotira kuchsizlanadi. 90 yoshda nutqning ichki bog'lanishlari buziladi. Obrazli, emotsional xotira turining nutqning tuzilishiga bo'ysunmay qo'yishini kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Emotsional sohadagi o'zgarishlar o'z ichiga nimalarni qamrab oladi? Keling, bular haqida hozir bilib olamiz. Emotsional soha bu hissiyot bilan bog'liq soha hisoblanib, aynan bu sohada o'zgarishlar mana shunday amalga oshadi. Affektiv reaksiyalarni nazorat qila olmaslik, ya'ni reaksiyalarni nazorat qila olmaydigan, bir qarasangiz yig'laverishadi, bir qarasangiz kulvorishadi. Mana shu holatlarni kuzatishimiz mumkin keksalik yosh davridagi shaxslarda. Kuchli asabiy ta'sirlanish, ya'ni har bitta bo'layotgan vaziyatga ular asabiy holatda ta'sirlanib javob qaytarishadi. Va sababsiz g'amginlik va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek yig'loqlik holatlari ham kuzatilinib boriladi. Keksalik holatidagi, keksalik yoshidagi mana shu xususiyatlarni ehtiyojlar bilan ham o'rganib chiqdik. O'zini namoyon qilish ehtiyoji boshqa yosh davrlariga qaraganda
aynan keksalik yosh davrida kuchayishini biz bolalik davridagi o'zini namoyon qilishga ehtiyojni kuchayishi bilan bir-biriga o'xshatishimiz mumkin. Aynan ehtiyojlardan yana biri kelgusi avlodga ma'naviy va moddiy meros qoldirishga bo'lgan ishtiyoqlari, qiziqishlari va mana shu ehtiyoj sifatida tarkib topishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ular keksa yoshdagi shaxslar kelgusi yosh avlodni o'ylab, o'zlarini tajribalariga tayangan holatda ma'naviy va moddiy meros qoldirish uchun harakat qiladilar. Ehtiyojlardan yana biri jamiyat hayotida ular ham faol ishtirok etishni juda ham xohlashadi. Ya'ni har bitta ishda ularni ahamiyatliligini his qilib turilishini ehtiyoj sifatida o'zlari his qilishadi. Jamiyat uchun foydali va kerakli ekanliklarini ham doimo his qilishni ehtiyojida bo'lishadi. Keksalik yosh davridagi xususiyatlardan yana biri bu donishmandlik hisoblanib, donishmandlik hayotning amaliy tomoniga yo'naltirilgan hamda asosli xulosalar chiqarish, hayotiy muhim masalalar bo'yicha foydali maslahatlar berish imkonini beruvchi bilimlar tizimidir. Donishmandlik yana bir xususiyati intellektga asoslangan kognitiv sifat bo'lib, madaniy an'analar bilan belgilanadi va shaxs tajribasi bilan bog'langan holatda tarkib topadi. Görüşmek üzere.